Assalomu alaykum. Ikkinchi mavzu o'zgaruvchilar ajralgan va unga keltiriladigan differensial tenglamalar. Mavzu rejasi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi reja o'zgaruvchilari ajralgan tenglamalar. Ikkinchi reja o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamalar. Uchinchi reja mana shu tenglamalarga misol berish. O'zgaruvchilari ajralgan tenglamalar. O'ng tomon faqat x ga bog'liq bo'lgan funksiya bilan faqat y ga bog'liq bo'lgan funksiyaning ko'paytmasidan iborat bo'lgan mana bu birinchi ko'rinishdagi birinchi tartibda differensial tenglamani qaraylik. Bu tenglamani quyidagicha o'zgartirib, ya'ni mana buni fx ga y bunda farqli deb qarab, buni ikki tomonimizni bo'lib yuboradigan bo'lsak, bir shtrix ko'rinishdagi tenglamani hosil bo'ladi. Y ning x ning ma'lum funksiyasi deb hisoblab, bir shtrix tenglikni ikkita differensialning tengligi deb qarash mumkin. Ulardan olingan aniqmas integrallar bir-biridan o'zgarmas qo'shiluvchilar bilan farq qiladi. Bir shtrix tenglikning chap tomonini y bo'yicha, o'ng tomonini x bo'yicha integrallasak, natijada mana bu tenglik hosil bo'ladi. Biz y uchun x erkli o'zgaruvchi va ixtiyoriy s o'zgarmas miqdorini bog'lovchi munosabatni, ya'ni birinchi tenglamaning umumiy integralini hosil qildik. Bir shtrix differensial tenglama tipidagi, ya'ni mana bu ikkinchi ko'rinishdagi tenglama o'zgaruvchilari ajralgan differensial tenglama deyiladi. Bu tenglamaning umumiy integrali yuqoridagi isbot qilganimizga ko'ra, ya'ni mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Bitta misol qaraymiz. O'zgaruvchilar ajralgan mana bu ko'rinishdagi tenglama bizga berilgan bo'lsin. Ya'ni buni tenglamani integrallaydigan bo'lsak, natijada mana bu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Keyingi tenglikning chap tomoni mana bu o'z-o'ziga manfiy emas. Shuning uchun biz mana bu tenglikni ikkala tomonni ikkiga ko'paytirganimizda, ya'ni 2s1ni qanaqa s kvadrat, buni ham konstanta deb olib, s kvadrat deb belgilab olamiz va natijada x kvadrat plus y kvadrat teng s kvadrat ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Bizga ma'lumki, bu markaziy koordinatlar boshi va radiusi s bo'lgan konsentrik aylanmalar oilasining tenglamasidir. O'zgaruvchilarga ajraladigan tenglamalar. Ya'ni mana bu uchinchi ko'rinishdagi, ya'ni mana bu ko'rinishdagi tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama deyiladi. Bu tenglamaning ikkala tomonini, ya'ni mx ko'paytiruv n1 y ifodaga bo'lish yo'li bilan uni o'zgaruvchilari ajralgan tenglamaga keltirish mumkin. Ya'ni mana bu shakldagi tenglama. Demak, o'zingizdan ma'lumki, mana bu shaklda tenglama hosil bo'lgandan keyin buni soddalashtirishlarni olib borish natijasida, ya'ni mana bu ko'rinishdagi tenglama hosil qilamiz. Ya'ni biz buni ikkinchi ko'rinishdagi tenglama desak ham bo'ladi. Mana shu ko'rinishga kelib qoladi. Bitta misol. Zarraning tezligi vaqtga bog'liq bo'lib, u quyidagi tenglama bilan ifodalanadi. Ya'ni bizga mana bu ko'rinishdagi tenglama berilgan. Bu yerda o'zi zamonki v tezlik, k muhit qarshilik koeffitsiyenti. Ya'ni biz ayta olamiz, bu tenglama chiziqli qarshilik kuchi ostida harakatni ifodalaydi. Demak, bu tenglamani yechishga oladigan bo'lsa, ya'ni mana bu ko'rinishda yozib olamiz. Bu tenglikni har ikkala tomonni integrallaymiz. Ya'ni integrallaganimizda natijada mana bu ko'rsatuvning hosil bo'ladi. Integralni, ya'ni aniqmas integralni bilganda mana bu ko'rinishni, ya'ni bu soddalashtiradigan bo'lsak, natural logaritm bo'yicha mana o'zining temasi kelib chiqadi. Demak, bundan o'zingizdan ma'lumki, yuqorida aytganimizga ko'ra, mana bu s1 y darajasi qanaqadir s ekanini kelib chiqadi. Demak, o'zingizdan ma'lumki, mana shu tartibda aytib olamiz. Ikkinchi misolni qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu tenglamamizdan mana bu shaklda berilgan. Buni o'zgaruvchilarni ajratib integrallasak, ya'ni mana bu shaklda ajratamiz, natijada integrallaganimizdan keyin
soddalashtirish ishlarini olib boramiz. Natijada y teng s tasir x ko'rinishdagi umumiy imkoniyatni topamiz. Uchinchi misol, biz jarayonga bog'liq asosan ma'lum bo'lishicha, har bir berilgan momentda radiyning yemirish tezligi uning miqdoriga to'g'ri proporsionaldir. Agar t 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, radiyning massasi n nuloviy. Agar teng bo'lsa, radiy massasining vaqtga qarab o'zgarish qonuni aniqlansin. Ya'ni buni qonuniyatini bizga ma'lumki, differensial tenglama orqali bajarishimiz mumkin. Ya'ni mana bu shaklda ko'rib chiqamiz. Yemirish tezligi quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni t vaqtda radiyning massasi m ga teng. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin t plus delta t bo'lgandan keyin bu vaqtda massasi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, o'zi zamonki delta t nuqta radiyning delta m ga qadar massasi yemirilganini bildiradi. Demak, delta m taqsim delta t nisbat yemirilishning o'rtacha tezligini bildiradi. Bizga ma'lumki, delta t 0 ga to'lganda bu nisbatning limiti, ya'ni mana bu shaklda bo'ladi. T vaqtda radiyning yemirilish tezligi deb olamiz mana buni umumiy holda. Massasining shartiga ko'ra yuqoridagini mana bu minusdan km ko'rinishda olib oladi. Bunda proporsional koeffitsient, ya'ni k ning qiymati musbat. Lekin mana buni qiymatini minus ishora bilan olamiz. Ya'ni bu o'zida ma'lumki, vaqt o'tishi bilan radiyning miqdori kamayib borganligi uchun, demak, mana bu ko'rinishda manfiy etib qarashimiz mumkin. To'rtinchi tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamadir. O'zgaruvchilarni ajratamiz. Natijada mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Ya'ni bu tenglamani yechmoqchi bo'lsak, ya'ni yechadigan bo'lsak, ya'ni mana bu integrallar natijada m teng s ko'paytiruv y darajasi minus k t ko'rinishda bo'ladi. Agar boshlang'ich holatda, ya'ni t 0 bo'lgan holatda qaraydigan bo'lsak, m 0 ning qiymati o'zidan ma'lumki, s ga teng bo'ladi. Demak, o'zida ma'lumki, s ning qiymatini 5-tenglikka qo'yib, radiy massasini vaqtning funksiyasi kabi kodlovchi izlanayotgan munosabat topamiz. Yani bizga izlanayotgan munosabatimiz, ya'ni 6-ko'rinishdagi hosil bo'ladi. Bu yerda koeffitsient kuzatishlarda quyidagicha aniqlanadi. Agar bu k ning o'zini oladigan bo'lsak, ya'ni quyidagicha ko'rib chiqamiz. T nuloviy vaqtda radiy dastlabki massasining alfa foizi parchalangan bo'lsin. Demak, o'zimizdan ma'lumki, yemirish mana bu shaklda bo'lsin. Bu munosabatda mana m nuloviylarimiz ketadi. Natijada mana bu ko'rinishda buni k ning qiymatini topadigan bo'lsak, mana bunga tenglik kelib chiqadi. Demak, o'zimizdan ma'lumki, radiy uchun k ning qiymati mana bu ko'rinishga keladi. Lekin mana bu yerda biz vaqtni olyapmiz. Vaqtning o'lchov birligi yil hisobida olinyapti bu yerda. K'ning bu qiymatini 6-formulaga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni mana bu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Radiyning yarim parchalanish davri, ya'ni radiyning dastlabki massasining yarmini parchalanishi uchun ketadigan vaqtni topamiz. Keyingi formuladan m ning o'rniga, ya'ni m nuloviy taqsim 2 ni qo'yadigan bo'lsak, natijada mana bu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'zimizdan ko'rinib turibdiki, t davrini topadigan bo'lsak, 1597 kelib chiqadi. Uzoq sifatida quyidagini aytib o'tamiz, ya'ni mana bu fx ko'rinishdagi funksiyamiz, mana bunga tengligini aytib o'tamiz. Bundan belgilab topganimiz mana bu ko'rinishda oladi. Demak, o'zimizda ma'lumki, bu tenglama eng sodda ko'rinishdagi o'zgaruvchilari ajralgan differensial tenglama. Buning umumiy integrali, ya'ni y teng mana bu ko'rinishda bo'ladi. Endi misol qaraylik. Quyidagi tenglamaning umumiy yechimini toping. Demak, berilgan differensial tenglamaning umumiy yechimini topish uchun, ya'ni o'zgaruvchiga ajratib olamiz, natijada tomon integrallaymiz. O'zimizda ma'lumki, y teng s y darajasi x ko'rinishidagi
tenglik hosil bo'ladi. Mavzuga doir testlar qo'yganmiz, ya'ni bu yerda soddaroq holda test qo'yib o'tdik. Ya'ni birinchi savolimiz: o'zgaruvchilar ajralgan differensial tenglama qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Buni ko'rinishini talablar topoladi. Ya'ni mana bu javobda ko'rsatib o'tganmiz. Ajraluvchi tenglamani yechishning birinchi bosqichi ya'ni qaysi? Ya'ni bu uchun o'zimizda ma'lum o'zgaruvchilarni ajratish, ya'ni ajratib olamiz. Keyin uchinchi savolimiz esa quyidagi tenglamalardan qaysi biri o'zgaruvchilari ajralgan tenglama? Demak, o'zimizda ma'lumki, ya'ni buni har birini ko'rib ko'radigan bo'lsak, ya'ni bir javob keladi. Hurmatli talabalar, e'tiboringiz uchun rahmat.